Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kompyuter o'z kanalining a'zolari. Aziz do'stlar, bugungi videorolikda men sizlarga Revo Installer dasturini qanday qilib internetdan yuklab olish, kompyuterga o'rnatish hamda undan qanday qilib foydalanishni o'rgatib o'taman. Xo'p aziz do'stlar, buning uchun bizga uning setup versiyasi kelib bo'ladi. Uning setup versiyasini mening kompyuter dasturlari Telegram kanalimdan qidiruv bo'limida orqali Revo Installer Free deb yozsangiz chiqib keladi yoki bo'lmasam uning rasmiy saytidan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, Telegram kanalim hamda ushbu dasturning rasmiy saytiga aloqani video ostidagi opsiyaniyada qoldirib o'taman. Xo'p, rasmiy saytiga kirib, mana bu yerdagi download tugmasini bosamiz. Bu yerdan bir nechta versiyalarni bizga ko'rsatib o'tmoqda. Ushbu dasturning pro versiyasi ham bor. Hozirda bizga bepul versiyasi ham bo'laveradi. Shuning uchun mana bu yerdagi free belgisining tagidagi free download tugmasini bosamiz. Va bizda dastur yuklab olinadi. Xo'p aziz do'stlar, dasturni yuklab olganimizdan so'ng ushbu dasturni o'rnatishni boshlaymiz. Xo'p, bizda mana bunday chiqadi. Bu yerdan tilni tanlab OK tugmasini bosamiz. So'ngra esa mana bu yerdagi Print My bo'limini bosib, Delete tugmasini bosamiz. Mana bu joydan agar xohlasak, diskimiz to'lib qolgan bo'lsa, boshqa diskka o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Menda hozir C diskimda joy yetarli bo'lgani uchun hech narsaga tegmayman. Shunchaki Delete bosib ketaveramiz. So'ngra mana bu yerdagi uskunaviy tugmasini bosamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, ushbu dastur o'rnatildi. Endi ushbu dasturni ochib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizda dasturning interfeysi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Dastlab men sizlarga ushbu dastur aynan nima uchun kerak, nima uchun ushbu dastur orqali kompyuterdagi dasturlarni o'chirishimiz kerak degan savollarga javob berib o'taman. Agar biz kompyuterdan oddiy foydalanuvchi bo'lsak, bizga ushbu dastur umuman kerak emas. Agarda sizlar menga o'xshab kompyuterga juda ham ko'p dasturlarni o'rnatib, keyinchalik o'chirib tashlaydigan bo'lsangiz, sizlar uchun juda ham muhim dastur hisoblanadi. Chunki biz dasturlarni juda ham ko'p o'rnatib, juda ham ko'p o'chiradigan bo'lsak, ushbu dasturlarning papkalari va reyestrlari kompyuterda qolib ketadi. Ushbu narsalar keyinchalik borib axlatga aylanadi, keraksiz axlatlarga aylanadi, kompyuter xotirasini to'ldirib yuboradi va kompyuter asta-sekinlik bilan qotishni boshlaydi. Hattoki ayrim dasturlarda xatoliklar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, oddiy usulda o'chirib yana qayta o'rnatadigan bo'lsak, o'sha muammo qaytadan paydo bo'lib qoladi. Ushbu dastur orqali biz agar o'chiradigan bo'lsak, oshiqcha qolib ketgan papkalarni, reyestrlarni to'liq o'chirib tashlashga yordam beradi. Shuning uchun ham juda ham foydali dastur hisoblanadi. Xo'p aziz do'stlar, mana birinchi bo'limda biz kompyuterimizga o'rnatgan dasturlar kelib chiqmoqda. Bu yerdagi dasturlarni qanday qilib ushbu birinchi bo'lim orqali o'chirishni o'rgatib o'taman. Xo'p, biz mana bu yerda ushbu dasturni dastlab o'chirib ko'ramiz. Buning uchun shu dasturning ustiga kelib turib, o'ng tomonni bosib, Delete tugmasini bosishimiz mumkin yoki mana bu joydagi Delete tugmasini bosishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda mana bunday yana chiqadi. Bu yerdan mana bu sozdat восстановление системы degan bo'lim turibdi. Ushbu yerdagi pechkani qoldirishingizni maslahat beraman. Agarda navbatda biron bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik orqaga qaytarishga ushbu bo'lim javob beradigan bo'ladi. Xo'p, so'ngra esa Продолжить tugmasini bosamiz. Bizda mana bunday oyna chiqadi. Dastlab Adobe Photoshop dasturi, masalan men hozir o'stirmoqchi bo'lgan dastur, ushbu dasturni oddiy usulda o'chirib oladi. Ushbu yerdan Da tugmasini bosamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, dastur o'chdi. Endi mana bu yerdagi OK tugmasini bosamiz. Bizda 3 xil variant bermoqda. Mana shu yerdan o'zimizga yoqqan biron bir bo'limni tanlaymiz. Безопасный bo'limini tanlaydigan bo'lsak, xavfsizroq rejimda skanerovat qiladi va kompyuterdagi papkalarni, reyestrlarni chiqarib beradi. Bu yerda mana bu 3-bo'limni tanlaydigan bo'lsak, chuqurroq analiz qilib, kompyuterdagi barcha keraksiz papkalar hamda reyestrlarni chiqarib beradi. Mana shu 3-bo'limni tanlayman. Hamda skanerovat bo'limini tanlayman. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizda birinchi dastlab keraksiz bo'lgan reyestrlarni chiqarib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda juda ham ko'p reyestrlar mavjud. Barchasini o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Agarda biz buni o'chirmasdan qoldiradigan bo'lsak, mana shu reyestrlar vaqti kelishi bilan shishadi, kattalashadi, kompyuterda keraksiz musor axlatga aylanadi va kompyuterimizni asta-sekinlik bilan qotib ishlashiga bu narsalar sabab bo'ladi. Shunday qilib biz mana bu yerdan qizil bilan belgilangan papkalarni o'chira olmaymiz. Bularni o'chirishimiz mumkin emas. Shuning uchun mana bu yerdagi papkani tanlaymiz. Shunda barchasi belgilanadi. Microsoft bo'limidan ham mana bunday joylar turibdi.
Bu yerdan iloji bo'lsa oxirgi papkalarni tanlashingizni maslahat beraman, yokida mana shu reyestrni o'zini bevosita tanlasangiz eng xavfsiz usul hisoblanadi. Menga o'xshab mana shunday qilib reyestrlarni barchasini tanlab chiqishingiz kerak bo'ladi aziz do'stlar. Agarda aziz do'stlar bir barchasini belgilab chiqishga sizlarga noqulay bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyni ushlab turib pastga tortadigan bo'lsak, o'zi avtomatik tarzda barchasini belgilaydi. So'ngra esa mana bu joydagi udalить tugmasini bosamiz. So'ngra bu yerdan da tugmasini bosamiz. Xo'p aziz do'stlar, mana reyestrlarni o'chirib oldik. Endi keraksiz papkalarni va musorlarni bizga axlatlarini chiqarib bermoqda. Bu yerdan birinchisini tanlaydigan bo'lsak, barchasi belgilanadi. Yoki bo'lmasam vibratsiya degan bo'limni tanlaydigan bo'lsak, barchasi belgilanadi. So'ngra esa mana bu joydan udalить tugmasini bosamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, kompyuterga o'rnatilgan dasturni qanday qilib to'liq tarzda o'chirib olishni o'rganib oldik. Endi keyingi bo'limlar bilan ham sizlar bilan tanishtirib o'taman. Biz mana bu birinchi bo'limni ko'rdik. Endi приложение Windows degan bo'limni ko'ramiz. Bu bo'limni tanlaydigan bo'lsak, bu bo'limda kompyuterning o'zining dasturlari kelib chiqadi. Ya'ni Windows o'rnatilgan paytda avtomatik tarzda o'rnatiladigan o'zining maxsus dasturlari kelib chiqadi. Xohlasak ularni ham o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. So'ngra instrumenti bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan birinchi menejer avtozagruska bo'limini o'tadigan bo'lsak, bu yerdagi avtozagruskamizni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni kompyuterimizni yoqqanimizda avtomatik tarzda ishga tushadigan dasturlar ro'yxatini bermoqda. Mana shu yerdan keraksizlarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Masalan, menga mana bu OneDrive umuman kerak emas. Buni o'chirib tashlayman. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Driverlar hamda antiviruslarni umuman tegmasligimiz kerak. Mana bu driverlarga, antiviruslarimizga umuman tegmasligimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar. Xo'p, keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerdan чистильщик ненужных faylov bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan kompyuterimizdagi keraksiz bo'lgan axlatlarni, musorlarni tozalab tashlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi bo'limga o'tamiz. Instrumenti Windows degan bo'limga o'tamiz. Ushbu bo'lim Revo ichidagi tezkor menyu bo'lib, Windowsning o'zidagi tizim instrumentlariga bevosita kirish imkonini beradi. O'zingiz ko'rib turibsiz, bu yerda komand stroga bo'limlari, servis bo'limlari mavjud. Ushbu yerga kirib, ushbu dasturdan chiqmagan holda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim чистильщик browser bo'limi. Bu yerdan browzerimizda yig'ilgan musorlarni tozalashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi чистильщик Microsoft Office bo'limi. Bu yerdan Microsoft Office'imizdagi musorlarni, axlatlarni tozalashimiz mumkin. Bundan keyingisi чистильщик Windows bo'limi. Bu bo'lim Windows tizimida vaqt o'tishi bilan yig'ilib qolgan keraksiz vaqtinchalik fayllarni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lim hisoblanadi. Keraksiz axlatlarni temp papkadagi, korzinkadagi fayllarni o'chirishga yordam beradi. Keyingi bo'lim удаление доказательств bo'limi. Ya'ni bu sizlarga tushuntirib o'tsam, biz kompyuterimizdan biron bir narsalarni o'chirib tashlasak, keyinchalik uni biron bir dasturda tiklasak bo'ladi. Masalan, Recover dasturi orqali o'chib ketgan fayllarni tiklasak bo'ladi. Ushbu Recover dasturi masalan o'chib ketgan fayllarni tiklashda undan qolib ketgan izlar qandaydir elementlar yordamida faylni tiklab beradi. Ushbu bo'lim esa o'sha izlarni butunlay o'chirib tashlaydi. Hech qanday izlar qolmaydi, elementlar qolmagan holatda o'chirib tashlaydi. Uni hech qanday holatda tiklab bo'lmaydigan darajada qilib. Shuning uchun ushbu bo'limdan to'g'ri maqsadda foydalanasiz degan umiddaman. Xo'p aziz do'stlar, keyingi bo'limga o'tamiz. Rejim охотника bo'limi. Bu bo'lim mana ko'rib turganingizdek mana bunday pritsel chiqdi. Ushbu pritsel bizga nimaga kerak? Agarda bizda mana bu yerda yoki mana bu yerda chiqmagan dasturlar bo'ladigan bo'lsa, bu pritsel orqali mana bunday qilib belgilab olib, o'sha dasturni o'chirib tashlashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi bo'lim настройка bo'limi. Настройка bo'limidan tilni o'zgartirishingiz mumkin yoki bir nechta bo'limlarimizni o'zimiz xohishimizga ko'ra o'zgartirib turishimiz mumkin. Mana bu bo'lim esa biz tanlagan dasturni ochishimizga yordam beradi. Masalan, bironta dasturni tanlab turib запустить tugmasini bossak, o'sha dastur ishga tushib ketadi. Обновить bo'limini bosadigan bo'lsak, ushbu sahifamiz yangilanadi. Mana bu bo'lim bizga ushbu dastur haqida ma'lumot berishga yordam beradi. Ushbu bo'lim esa dasturni Pro versiyasiga o'tishni tavsiya qilmoqda. Albatta, Pro versiyasida imkoniyatlar albatta ko'proq. Xohlasangiz ushbu Pro versiyasini sotib olishingiz mumkin.
xohlamasangiz esa mana bu bo'limlarni o'zi sizga kifoya qiladi. Xo'p aziz do'stlar, shuning bilan bugungi videoroligim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga mana shunday kontentlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mening kanalimda bepul video darsliklar doimiy tarzda chiqarib boraman va ushbu kontentlar sizlar uchun foydali bo'lyapti degan umiddaman. Albatta mehnatimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib, kommentar yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.